borishga imzo qo'yasanmi? O'zing nima deb o'ylaysan? Hozir imzo qo'ymasam ota-onam majburlaydi. Kuningizga omad tilayman. Oyi, Agar bunga rozi bo'lsang, kichik singling va ukang nima qiladi? Ertalabdan otang ishga ketadi-ku. Kim menga yordam beradi? Nima bu bilan uyda shug'ullanib bo'lmas ekanmi? hamma bolalar qo'shimcha ballar oladi. 1 yoki 2 qo'shimcha ball hammasini o'zgartiradi. Ko'p o'qiganda mana shunisi hozir foydaliroq. Axir men ukalaringni o'ylayapman. Nega ularni men o'zimni qurbon qilishim kerak? Bunga imzo qo'yib bering. Ha, mayli, mayli. Juda kech bo'ldi demaganmidingiz, oyi? Ha, shunday degandim. Menga qara, sen rassom yoki webtoon yozuvchisi bo'lmoqchi eding-a, shundaymi? Lekin uyda juda ham zerikib ketyapman. Qolganlarga qo'shilmoqchiman, oyi. Ha, mayli, unda istaganingni qil. Menga qarang, oyijon. Qachongacha kechki klublarga borasiz? Hoy, qizaloq, menga qara. Agar bilsang, bu meni hayotim, bilasanmi? Sog' bo'laylik. Buni xohlamayman deyapman. Shundoq ham kollejga ballarim yetadi-ku. Bu imkon bilan oddiy kollejga emas, boylar o'qiydigan kollejga kirishing mumkin bo'ladi. Yana sovchi bering iltimos. Ha, hozir. Buni o'rniga uydan turib dars qilsam bo'ladi. Sen hatto maktabingda o'qimaysan-ku, qo'shimcha onlayn kurslarda o'qirmiding? Meni qulog'imga lag'mon ilishni bas qil, xo'pmi? U yerga albatta borishing shart. Shunday qil deyishdimi, demak shunday qilasan. Senga qo'shimcha ball berishlari uchun qo'lingdan kelganini qil, shundaymi? Qo'lingni ko'tar-da mashg'ulotlarda yaxshilab qatnash. Shundaymi meni? Bunday taklifni hammaga berishganmi, demak hamma qo'ldan kelgancha harakat qiladi. Sen ham ko'proq ball to'plashing kerak, shundaymi? Seul universitetiga kira olmasligingni istamayman, shundaymi? Yo, xudo, mayli deb aytdim-ku sizga. Yo, xudo, janjallashganingni qara. Shunday muhim vaziyatda-ya. Sizga bu o'sha sferalarni deb bo'ldi deb aytdim-ku. Ovqat uchun rahmat. G'oy, shoshma. Mayli, ozgina dam olginda keyin o'qigin. Yaxshi, janob Rayn. Ha, o'zingiz nima deb o'ylaysiz? U xursandligidan narsalarni tayyorlayapti. Voy, nega buni olib olding? Oyi, uni juda ham yaxshi ko'raman. Yo, xudo, yosh bolamisan? Bu borada ham meni sharmanda qilmoqchimisan? Alo, nima? Ha, yo'q. Men shunchaki undan xavotir olyapman. Ular nima deyishgan ekan? Yaxshi. Ha, shunday. Ular maktabni xavfsiz deyishyapti. Demak, ularga ishonishdan boshqa choramiz yo'q. Shunday. Ta'lim uchun mana shu narsalar kerak ekan. Ko'proq bo'lgani yaxshi. Buni atigi 4 hafta deyishdi. Shunchani qanday ishlataman? Aytgancha dada, harbiy xizmatda o'zi nima qilishadi? Qisqa qilib aytganda, to'g'ri qadam bosish, sumka yig'ish, quroldan otish. Hoy, xavotirlanma. Sen menga o'xshaganing uchun qo'lingdan hammasi keladi. Men harbiy bo'lganimda o'z bo'limiga ega bo'lgan komandir edim. Lekin dadam chet elda bo'lgansiz deb aytgandi. Gap sochishni bas qilib narsalaringni yig'ishtir. U yerda do'stlaring bilan birga bo'lasan. Shunda ham o'zingni ehtiyot qilgin, xo'pmi? Harbiylar nima desa shuni qilgin. Yana yaxshilab ovqatlan, esingdan chiqmasin, xo'pmi? Yig'layapsizmi? Oyi, nega yig'layapsiz? Yana yaralanib qolmagin, xo'pmi? Yo'l, o'zingni ehtiyot qilgin, xo'pmi? Yo, xudo, xavotir olmang deb aytayapman-ku. Yo, xudo, mana bu yerga qo'l qo'ying, bo'ldi. Nega ko'z yosh to'kyapsiz? Odamni xijolat qilib. Sog'lom qaytgin, xo'pmi?
Nega yig'layapsan? U yerda o'lmaydi-ku. Shunchaki bu holatda nima qilishni bilmayapman. Yo, xudo nima bo'lgan? U yerda o'lmayman-ku. Nega xavotir olishyapti? Kollejga kirgim kelyapti. Wake up to the K-Mice. Got to know every night. 저 악마들은 anytime asking me 얼마나 견딜 수 있어. Wake up to the K-Mice. 숨막혀. Qani tezlashing. 어디에서 먼저 내려야. Salom, kel, rasmga tushamiz, kel. Takslan, Roslan. Oydukjon, salom. Imzo qo'ydingmi? Albatta, qoyil. Oydoyon, imzo qo'ydingmi? Yo, xudo zo'r-ku. Hammasi tugagandan keyin ovqatingni yeb qo'yaman. Xayrli tong. Shunchaki bu ishni bajarsang-chi. 1 2 Shuncha narsani nima qilasan? Hamma rozi bo'lganga o'xshaydi. Yo, xudo, menimcha meni ko'rgani ko'zi yo'q. Shuning uchun bu shartnomani imzoladi. Voy, qo'ysang-chi, unday dema. Meni ham oyim imzolaganda hayron qoldim. Hoy, Yuxi, menga qara. Nima ko'chib keldingmi? Nimalar deyapsan? Unchalik katta emas-ku. Bunga pardoz vositalarimni hammasi sig'madi. Oy, vanteman. Saqishlar sotyapsanmi deyman? Ha. Ovqatdan keyin ularni chaynashim kerak. Ichim dam bo'lmaydi. Istaysizmi? Hoy, shunchaki vaqtida tishini yuvib bo'ldi. Yo, xudo, bu yana qanday jinnilik? Esini yegan, ahmoq. Yuzingga nima bo'ldi? Xavotirdagi ko'pakka o'xshaysan. Ha, yo'q. Men shunchaki Nara, salom. Oy. Senga nima? Endi yuzing qizardi. Nima deyapsan? Nara. Hoy, bas qil deyapman. Xo'sh, hamma o'z joyini egallasin. Kvonilxa. Mazza qilib yotibsanmi? Shunday qilib, men sizlarga bir odamni tanishtirmoqchiman. Tanishganimdan xursandman. Qadrli o'quvchilar, men ismim Li Chunxo, 3-2 sinfining harbiy rahbari bo'lib meni tayyorlashdi. Leytenant Li tayyorgarlik haqida tushuntiradi. Hoy, peshonasida olmos turibdi. Sizlar Sonjin harbiy xizmatining 2-maxsus bo'linmasiga askar sifatida qo'shilasizlar. Ushbu guruh komandiri deb meni tayyorlashdi. Ko'p mashg'ulotlar maktabdan keyin davom etadi. Nima? Maktabdan keyinmi? Maktabdan keyin? Imtihon kunlari ko'proq maktabda dars qilish bilan band bo'lasizlar. Undan keyin mashq. Yetakchi o'quvchi kim? Ha, Labay. Bugundan boshlab sen katta amaliyotchisan. Nima? Katta amaliyotchi degani nima? Bilmasam. Sen bilasanmi? Yo'q. Katta amaliyotchi degani nima o'zi? Undan tashqari, sizni ota-onangizga xabarlar va qo'shimcha mashg'ulotlarni yozuvni qilib turadigan maxsus inson ham kerak bo'ladi. Istovchilar qo'l ko'tarsin. Hoy, qarama, unga qarama. Istaysanmi? Nima qilaman? Hech kim rozi bo'lmaydi. Istovchilar yo'qmi? Unda davomatingizga qarab kerakli odamni tanlab olamiz. Guruh boshlig'i, men tavsiya qilsam bo'ladimi? Yonxun, sinab ko'rishni istaysanmi? Menmi? Ha, meni nazarimda sen ko'p narsani o'rgana olasan. Aynan nimani o'rganishim kerak? Yonxun, indamay rozilik ber. Yomon tomoni yo'q-ku. Unda borib o'zing qilaver. Nega boshlanishiga buni sinab ko'ra olmaysan? Agar bu senga yoqmasa, o'rningga boshqa odam qo'yishimiz mumkin. Qimmatli vaqtimni bema'nilikka sarf qilgim kelmayapti. Voy, qo'poli. Hammasi yaxshi?
Voy xudo eshak. Axir aytgandim-ku, u juda ham g'alati. Hoy sen. Ha sen. Hoy dovdirama, seni ko'rsatyapti. Nima? Men? Yozuvlarni sen olib borasan. Savollar bormi? Haligi yo'q. Buni evaziga qo'shimcha 3 ball beraman. Nima? Nima? Katta amaliyotchi ham xuddi shunday. Nima? Shoshmang, nega endi buni aytyapsiz? Maxsus taqdirlovchi ballar bo'limiga egasiz. Qilgan mehnatingizga qarab, qo'shimcha ballarga ega bo'lasiz. Hozir olgan 10 ta ballingiz imtihon payti. Bitta ballga tengdir. 퇴소. Lekin 30 ta jarima ball olsangiz, amaliyotdan haydalgan hisoblanasiz. Jin ursin, ertaroq aytishning iloji yo'qmidi? Mayli. Hamma kazarmaga. Kazarma? Bu yana nimasi bo'ldi? Nima? Kazarma? Maktabimizda shunday joy bormi? Ichkariga kir. Namcha cho'zilasan. Tezlash. Javolaringiz ustida barchangizning ismingiz yozilgan. Endi sizlar shu yerda uxlaysizlar. Yaxshimisiz? Hoy tezlash. Qo'rchoq emas-ku, nima qilyapsan? Miya uchun qopqoq. Qopqoq. Hoy, yonma-yon ekanmiz. Yo'q xudo, bunday qattim joyda uxlay olmayman. Juda ham qattim-ku. Mana ishla, uxlayotganingda og'zingdan so'lak chiqadi doim. Oy, ustimizdan kulib video olishayotganga o'xshamayaptimi sizningcha? Rostdan ham o'xshayapti. Oddiy askar u ketak. Oddiy askar kim dokjon? Tekstlar rostlan. Barchaning e'tiboriga. Nima qilamiz? Nima? 신속. Tezroq narsangizni joylang. 30 daqiqadan keyin yig'ilishimiz kerak. To'pponchadan o'q otishni